Guangdongdagi qanliq voqeaning tafsilotini Xitoy hukumati davomli holda yoshirib kelmoqda. Ammo Xitoydagi g'ayriy-rasmiy axborot vositalari voqeaning yana bir qism echinishlik jarayonlarini oshkorlamoqda. Tunilgan torbatlarda mazkur voqea haqida 3 parcha naq maydon xotirasi e'lon qilindi. Naq maydon xotirasida bir Uyg'ur qizining qechayotganligi va uni yuzlagan Xitoy ishchining to'mir kaltak bilan qo'g'layotganligi, yuz ko'zi qonga milangan bir Uyg'ur ishchining hushsiz holda o'ngda yotgan holati, yana bir nafar Uyg'ur ishchining beliga qadar qonga milinib yotgan holati va uni dumbalayotgan Xitoy ishchilar, mana bu manzarani tomosha qilayotgan Xitoy saqchilari qatorliq sahnalar ko'rsatilgan. Ko'rinishlar soat 6 atrofida, ya'ni 6 soat davom qilgan voqeaning oxirgi soatlarida xotirlangan. Voqeaning bosh va o'ttir qismining texnik echinishlik ekanligi mana bu oxirgi ko'rinishlardan, ya'ni Xitoy ishchilarining paylidan ko'rilmoqda. Navbatda voqeadan xabardor bo'lgan vatan ichi sirtidagi Uyg'urlar mazkur voqea ustida jiddiy shaklda mulohaza qilib bormoqda. Bu yerda Xitoylardan o'rganishimiz kerak bir narsa bor buni. Bir cho'ng bir Guangdong o'lkasida bir 600 Uyg'urni hazm qilinmayapti. Mushlar sirtdan kelib, bizning ishimizni ta'tilib ishlab ketadigan deb. Ammo biz milyonlab Xitoyni yetkazib kelyapti, buni hazm qilib kelyapmiz. Kuzatuvchilarni hayron qoldirgani naq maydondagi necha ming kishi ichidan bir kishining o'lguchi va zaxmlanguchiga hech tashliq qo'zg'almasligi, voqeani to'smasligi. Bu vaqtda Washingtonda yashayotgan İlyar Shamsiddin apandi mundaq deydi. Albatta bir odam tayoq yesa yoki tayoq darbisidan o'lsa, bir insonli bo'lgan odamningki ishi yetishidi. Ammo bu yerda bu o'lganlarning ichida qizlarmi bor ekanda, buni ko'rgandan keyin men bu o'zimning millatim bilan bu millatni kelishtirib qoldim. Bizning ajdodimiz urush qilib, urushda g'olib bo'lgan vaqtlaridami Xitoylarningki bolalarga, qizlarga chiqilgani yo'q. Bizda ayollarga, bolalarga chiqiladigan bir odat yo'q. Bizda ashunda bir an'ana bor. Bu nurg'un dunyo millatlarida bor nima bu, ammo bu Xitoyda yo'q ekan bu. Sadir Palvonning Xitoy askari bishiga kim seni xo'rab qildi, mikyamni cho'qaydi deb ayolni tutib olgan chog'da o'qigan qo'shig'imi? Voqea yuz bergandan keyin Xitoy torbatlaridami voqea haqida inkaslar davom qilmoqda. Bu inkaslarda Xitoy ishchilariga aprin o'qilgan, tabriklar yo'llangan. Uyg'urlarga qarata bu xil shakldagi zarb berish harakatlarining davomlashishi tashabbus qilingan. Mana bu inkaslarga asosan İlyar Shamsiddin apandi Xitoy va Uyg'ur millati orasidagi milliy ziddiyat haqida munolarni bildirdi. Mayli hukumat olsun, mayli Xitoy xalqi olsun, o'zining medialarida qonliq Uyg'urlarning salbiy taraflarini ko'rsatib, Uyg'urlar uyushib keldi. Bunun içinde bir tarafsız bir şekilde biz bunların topraklarını bir olduk. Biz onların koldaki işini tatip olduk. Şuna bu işsiz kalan Uygurlar kirip bazıları işkirlerle kankıp kirip bazıları cinayi işler gözüdür. Şuna biz onların özünün izimizde işleş imkaniyetini biz yaratmaganlığımız için biz ayıpkar deydiğen bir adamı çıkmamışka. Bizim işkirli kankıp bir cinayi kızgellerini Uygur diyenmişinde kulakıda Uygur'un örneği gidek. Xitay halkıda Uygur koğan üçmellik. Elbette bu üçmellikler birbirine kamçılap kilodiğen nime bu. Biyada hükümet kimden teşkil tapıdır? Hükümet şu anın halkının teşkil tapıdır. Bunun biliş gerek. Hükümet emaldalları bir başka yerden peyda olan ne demez? Şu Xitay milletinin içinden çıkan adamlar bunlar. Bunlardan bütün bir millet uyuca bizi yok kılış. Bizi eğer dünya qarab turmaydigan bo'lsa, hammani o'ltirib, yo'q qilib, bu toprakka tamamen ega bo'lsa, deydiganlar, yuzoti da emaslar deb, o'ltirish kerak bularni deb. Xitoy ishchilarida Uyg'urlarga qarata buncha zo'r nafrat va jinoyat o'tkazishdan qo'rqmaslikdek jasorat nadin kelgan? Mana bu Uyg'ur kuzatuvchilarini o'ylantirayotgan muhim bir temadir. Kuzatuvchilarning orasida voqeada davlatning aloqador tarmoqlarining qo'li borligi va hatto tashkillashi borligini taxmin qiluvchilar bor. Növbətdə Şanxayda yaşayotgan bir Uyğur ticaretçi mana bu xil qarashda. Bo'lsa, ana ishlar bir o'z ichidan bir harakat yapgan, yoki bunda bir ishlar chetlab qolgan tarafi bo'lsa, hukumatimizni qarqul bor deb o'ylayapman. Agrarizm odamning harbiyna shu ishchilik hisobida kiritib bo'lsa, urib o'tirib tugatimiz deb qilib, oxirni jimib turib bo'lmay, ishchilik atib, yoki bo'lmasa shu bir Xitoyning gez yozgan sababiga shunday qilyapti. Buning bir sirliq bir delo bu. Chunki odatda bunda bir ikki taraf o'tirib to'qnashib qolgan bo'lsa, haqqan ko'pkazim bular unda dushmanni o'ltirganda qo'g'ab yeb o'tiradilar, shafaqatga.
bir xalq deganda azroq bo'lsin bir mehr shafqat bo'lavermanda. Qozog'istonda yashayotgan Yasinjon apandining bildirishicha, Xitoy xalqi milliy xarakter nuqtasidan jasoratli bir xalq emas. Ammo Xitoy hukumatining yillardan beri Uyg'urlar haqida ilib borgan salbiy tashviqot va adolatsiz ijroatlari Xitoy ishchilarni jasoratlantirgan. Ular Uyg'urlarga zo'ravonlik qilsa, o'zlarining jazolanmaydiganligini his qilgan. Xitoy hukumatining 60 yildan buyon Uyg'urlarga xohlagancha o'lim jazosi berishi, Uyg'ur bilan Xitoyning o'rtasidagi haq-nahaq davosida Xitoyning davomli qutib chiqishi va qonunning Xitoylarga har qachon yashil chiroq yondirib turayotganligini ko'rgan har bir Xitoy Uyg'urlarni bo'zaq qilsa, xohlasa, hatto zo'ril tepilganda o'ltirversa, bo'ladi deydigan tushunchaga kelib qolgan. Xitoyniki davlatning ijroatlaridan xalqi jasoratlangan demoqchimisiz? Davlatning siyosatidan, davlatningki qonunlarining shularni yashil chiroq yondirib berayotganligidan Xitoy xalqi jasoratga kelgan. Shu bu Xitoy xalqini ular xohlagancha Uyg'urlarni shunday ursa, bo'zaq qilsa, o'ltirversa, bo'ladigandek tuyg'u keltirib qo'yibdi. O'zlarining so'roq qilinmaydiganligini, jazolanmaydiganligini bilyapti deysiz. O'zlari so'roq qilinmayapti, jazo tortilmayapti. Shu ular xohlagancha bu millatni bo'zaq qilyapti. Eliyar apandi Uyg'ur tashkilotlarining Guangdong voqeasidan cho'ng bir dars olish kerakligini, Uyg'ur milliy harakati tarkibidagi barliq kuchlarga ega chiqishi va ularni himoya qilish kerakligini bildirdi. Ham qattiq kurashni qilish tegishli millat kim o'tdi biz? Bizningki oyaydigan hech nimamiz yo'q. Bir buzilib ketamiki deydigan bir tuzukni binorimizdan tayinli bir millat hech nimaga ega emasdir. Asli bizlarni biz chiqishimiz kerak edi. Zulmgarlikka qarshi sanni qo'lingdan kelgan eng zo'r qarshilikni ko'rsatadigan bir tashviqot bizning Uyg'urlarda ojiz deb qarayapman men hozir. Demak, endi bu qitimqimi shu voqeadan chiqarilgan darslardan birisi tashviqotga nisbatan jonliq ish bo'lmaydiganda o'zini qo'g'dash kuchini shakllantiradigan, engini shakllantiradigan bir tashviqot bo'lish kerak deyilmoqchimi bu yerda deyilayotgan gapim? Albatta shunday. Bizimki haqqoniy bir kurash ekanligini bizni xalqimizga anglitib, bir Xitoyga qarshi kurash qilgan insonni bir qahramon qilib ko'rsatiladigan bir mediarimiz bo'lish kerak bizning deb qarayman. Bu yerda zulm qiluvchininki zulm usuli farqli bo'lgan ekan, u usullarni aniq o'tirg'i qo'ya olishimiz kerak bu yerda. Xitoy hukumatida gunohlar, Xitoy xalqida gunoh yo'q qiladigan siyosatda bu Xitoy mustamlikchilari uchun oqmaydigan bir siyosat. Ya'ni bu yerda Uyg'ur milliy harakati hamda o'zining qarshilik ko'rsatish shakli haqida qayta o'ylanish kerak degan yakun chiqamdi gapingizdan. Qayta o'ylanish kerak ekan, yakun chiqdi dunyo jamoati bu ishni to'g'risini Rasvaqalarni anglatish kerak. Rasvaqalarni anglatgan chog'da bu yerda zimina demak to'g'ridan shu. Agar shunday bir qarshilik harakat chiqqan chog'da bu Xitoylar bilan Uyg'urlarning o'smanligining qaysi darajaga kelganini tushungan bir odam terroristkan degan bahona oldirab bermaydi hech kim. Chunki bu yerda bularning xalqni qirgan yerlari bor ekan. Yalnız hukumatining emas, xalqining moslashtirib qirgan yeri bor ekan bularni. Ayolini ayol demay, balani bala demay degan narsani tushungan chog'da vaqti bizning qarshilik harakatimizni to'g'ri tushunadigan bo'ladi boshqa millatlar. Ammo bir vatanni, millatini jahongirlikdan, mustamlikdan qo'g'dash harakatini men tamamen yo'lliq haqiqatga deb qarayman. Butun dunyomiz taraf qarayman buni. Yalnız bizning hozir bu yerda yana bir narsa aniq bo'lish kerak. Masalan, mavzudingmi o'zining dushmanligi bo'lgan ziddiyatni o'rgatgan. O'z vaqtida ayliq ziddiyat to'g'risida degan asri bor. Buningda do'st dushman o'tirsizlik ziddiyat, xalq ichidagi ziddiyat deb o'rgatgan. Bizmi Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatimizni o'rishimiz kerak bu yerda. Bu yerdagi bizning ziddiyatimizni biz deb to'laymiz. Bizning xalqimiz deb tonish kerak. Bu haqda tashviqot kuchayish kerak deb qarayman. Mustamlikchi bilan mustamlik qilinuvchi, eziluvchi bir millat o'tirishiga ziddiyat deb tonilsa, bu Uyg'ur xalqining birlik, barobarligi bu shunday cho'ng shuarlar bilan, cho'ng nizomlar bilan birlikka keladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Guangdong voqeasi haqida mulohazalar anglatdik.